Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlarni ko'rib turganimdan yana xursandman. Yana men o'sha Tabiatli degan kanalni yurituvchi shaxs. Ism familiyam sizlarga hozircha noma'lum bo'lib tursin. Qanchonki biz o'zimizni aytgan natijalarga erishganimizdan so'ng buni oshkor qilishga harakat qilamiz. Sizlarga bugungi tavsiya, ya'ni qanday tavsiya bera olishim mumkin? Anchadan beri uzun video chiqarganim yo'q edi. Videoni davom ettirishni sizlarga aytib o'taman. Qachonki podpischilarimiz ko'paysa va obunachilarimiz soni oshgandan so'ng yana qaytadan o'zimizni takomillashtirishga, ya'ni sport mashqlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Ya'ni sizlarga aytmoqchiman, bir xil semizlik haqida so'ragan payti men semizlik haqida video chiqaruvdim, bilgan bo'lsanglar. Ozish uchun ham video chiqarsam bo'ladi, endi tortinmasdan. Chunki men 1 oy, 1,5 oyda ozish qiyin, semirishdan. Ozish juda qiyin, eng qiyin ozish, semirish oson. 7 kilo bes tashladim, ya'ni 82 kiloni 75 kiloga, 74 kiloga tushdim. Bu juda qiyin bo'ldi. Ya'ni kimdirlar aytishi mumkin, dori yoki boshqa. Yo'q. Oddiy yo'lni aytib berishim mumkin. Ertalab turasiz. 3 ta asosiy narsalarni aytib o'tiray. Kaloriyaga boy narsalarni kamaytirasiz. Birinchi o'rinda non, ikkinchi o'rinda yog'li ovqatlar va xamirli ovqatlar. Uchinchi o'rinda esa albatta trenovka. Trenovka, ya'ni kardio mashqlarni bajarmasangiz, buni natija kutib bo'lmaydi. Ya'ni qorinda mashqlar, qorinni ketilmoqchi bo'lsangiz, qorin uchun masalan yotib nima desam bo'ladi? Planka turasiz, masalan, planka mashqini turasiz. Qoringa qilinadigan mashqlar va uni ham videosini chiqarishga harakat qilaman. Gazli ichimliklarni kamaytirasiz. Ya'ni o'z nafsingizni jilovlaysiz har jihatdan. Xoh u yeyishdan bo'lsin, xoh o'zingizni vaqtingizni yeysiz. Ya'ni mushakka aylantirish uchun tanangizda ketayotgan yog'ni, tanangizdagi yog'ni ketkazish uchun siz harakat qilishingiz shart. Men 2 oy deganda shu natijaga erishdim. Buning uchun juda ko'p narsadan voz kechdim desam mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni gazli ichimlik yoki boshqa ovqatlar baribir sizni nafsingizni jilovlay olmasangiz, bu narsaga erisha olmaysiz, aniq ayta olaman. Ya'ni erisha olmaysiz. Dori yoki boshqa narsa u zarar. Inson organizmi uchun zarar. Ya'ni to'g'ri qo'llanmasa zarar. Bir xil aytadi, hozir aqlli qilyapsan. Dori mahsulotlari ham yaxshi, faqat qo'llash bilish. To'g'ri qo'llash bilgan inson uchun. Siz qo'llashni bilasizmi? Siz o'sha narsani amalga oshira olasizmi? Yoki darsliklarni ko'rib, kunning davomida yoki hafta davomida yoki oy davomida shu rejimda tura olasizmi degan savolni o'zingizga berib ko'ring. Men sizga faqat tabiiy yo'lini aytyapman. Bodring. Eng yaxshisi bodring. Kechqurun bodring yeysiz, asnomiy. Boshqa hech narsa. Non umuman qilmaysiz, bodring yeysiz, pomidor yeysiz. Obedda ham faqat obedda sal yaxshiroq ovqatlanasiz, unda ham non tiqmaysiz. Kaloriyasi shundan. Ya'ni kaloriyasi o'sha aytganimdek kaloriyasi ko'p narsalar tashlashingiz shart. Gazli ichmasligingiz shart. Ora-orada tortib qolsa endi ichiladi, chunki baribir inson nafsi salgina erkinlik beriladi. Uni yolg'on gapirib bo'lmaydi unaqa narsada. Yana bir yo'li bor. O'sha narsani amalga oshirgandan so'ng fizionni ham yo'lga qo'ysangiz, tanangizda o'zgarishni o'zingiz sezib borasiz. Ya'ni 1 oyda shu ishni qilib ko'rib, taroziga tortinib ko'rishingizni maslahat beraman men sizga. Agar shu narsalar ham sizda effekt bermasa, siz nafsingizni jilovlay olmagan bo'lasiz degan fikrim aniq, fakt bilan. Chunki men 1 oy nafsimni jilovlamasdan kardio mashqlar qilib ko'rganimda effekt bo'lmadi. 1 kilo ham tashlay olmadim. Juda qiyin bo'ldi. Nafsimni jilovladi. Faqat yashash uchun yeysiz xolosda, kardioda. Yashash uchun yeysiz, yeyish uchun yashamaysiz. Как будто aytgan gap bor o'sha. Yashash uchun qorningiz yoki o'sha kasallik orttira olmas, tanangiz kuchsiz qolmasligi uchun yeysiz. Ya'ni oqsilga boy narsalar yeysiz, shunda ham. Guruch, tovuq munfili 100 gram kuniga masalan. Tuxumni oqini qaynatasiz, sarig'ini esa olib tashlab yuborasiz. Sarig'ini yeyish kerak emas, sarig'ida ham kaloriya ko'p. Shu narsalarni eslab qolsangiz, sizda o'sha ves tashlash muammo bo'lmaydi. Albatta kardio bo'lishi shart. Sizga to'g'ri maslahat bera oldim degan umiddaman. Agar fikrlaringiz bo'lsa yoki biron bir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Rahmat hammaga omad. Tana va sog'lik inson uchun birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Sog'lik topilmasa, chunki qolgan narsa tatimaydi degan gap bekorga emas. Sog' va omon bo'lasizlar.